Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqorida biz Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoniga aytlan Tafsirul Muyassar degan darsimizning o'zidan davom qilgan bo'lib, Maida surasi 78-oyatga kelib to'xtab qolgan edik. O'shani o'zini darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Oldu. Aynen. Bani İsrail'den kafir bo'lganlarga Davudning va Maryam o'g'li Isoning tili bilan, ya'ni Zaburda va Injilda la'nat qilindi. Bu ya'ni ularning la'natga uchrashi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan oshib ketganliklaridan bo'ldi. Ular o'zir qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular ya'ni Yahudilarning ichida nurg'unlarning kafirlarni, ya'ni Rasulullohni va musulmonlarni o'ch ko'rish yuzasidan mushriklarni do'stqanlikni ko'rsin. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlangan amallari nima degan yomon? Bu amallar ularga Allohning g'azabini elib keldi. Ular mangu azob qoluvchidir.
Eğer ular Allah'a, peygamberge nazil kılgan kitapga iman etseydi, kapırlarını dost tutmaydı. Lekin ularning tolisi fasıklardır. Ey Muhammed, Yahudiler ve müşriklerinin müminlerge hemmeden kattık düşman ikenligini çuqum bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning dostluk jihatda müminlerge hemmedin yakın ekanligini mu çuqum bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida ölümalar, rahiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chog'larida haqiqatni tunig'anliklaridan ularning ko'zlaridan yosh quyilganligini ko'rsan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni itrof qilg'uvchilar qatorida qilgin deb. Xo'sh. لعن الذين كفروا يخبر الله تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود عليه السلام وهو الزبور وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. Allah subhanahu taala şunda xabar kıldı. Öz rahmetinden Beni İsrail'den boğan bu kapırlarını öz rahmetinden uzaklaştırdı. Dep bu nimede Davud öz rahmetinden Beni İsrail'den boğan bu kapırlarını. Nimege Davud aleyhisselam'a düşüyen kitapka kapır olan bu Beni İsrail halkından boğan bulanı Allah öz rahmetinden qo'g'laydi, uzoqlashtirdi. U Davud alayhissalomga tushirilgan kitob bo'lsa Zaburdi va bir kitob va Iso alayhissalomga Injildan iborat bu tushgan bu kitobga kafir bo'lgan bu Bani Isroildan bo'lgan bu to'plamni bu xalqni Alloh o'z rahmatidan uzoqlashtirdi deydi. Ularning osiylik qillik sabab bilan, ularning Allohning hurmatlariga tajovuz qillik sabab bilan. كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضونها ولا ينهى بعضهم بعضا عن أي منكر فعلوه وهذا من أفعالهم السيئة وبه استحقوا أن يطردوا من رحمة الله تعالى. Bu Yahudiler günah masiyetini ayanan ve beyanan aşkara kılışık başladı. Ve bula o masiyetçi razı bolgan boldu. Ularning ba'zisini qilib bu sadqilik, bu shariat inkor qiladigan, Tavrat inkor qiladigan bu xil amallardan yomon ishlardan to'smaydigan bo'ldi bular. Bu ularning nihoyatda yomon qiliqlarning qatoridandir. Mushu ularning ishlarga, ma'siyatga rozi bo'lganlik, ularning bu munkardan to'smaganlik, ba'zisini to'smaganlik sabab bilan ular Alloh taolaning rahmatidan qo'g'nishga eng loyiq bo'ldi. Tara ayyuhar rasulu kasiran min haula'i اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم ساء ما عملوا من الموالاة التي كانت سببا في غضب الله عليهم وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, aş Yahudlarının köpüntüsüne müşriklarını üzge evliya dost tutkalıqını görürsen. Bunlarınki bu
qilmishi, bu xil do'stlikdan iborat bu qilgan qilmishi nihoyatda nima degan usul, nima degan yomon bo'ldi. Bu do'stlik bo'lsa, ularning Allohning ularga g'azab qilishiga sabab bo'ldi. Va ularning jo qiyomat kunida Allohning azobida abadin abad mangu qilib qilishiga sabab bo'ldi. ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بما أنزل إليه وهو القرآن الكريم ما اتخذوا الكفار أصحابا وأنصارا ولكن كثيرا منهم خارجون عن طاعة الله ورسوله. Eğer çokum aşu müşriklarga yardımleşken, şularga kuluk kol, putuk putuğan, eğiz burun yalaşkan, muşu Yahudiler Allah'ın Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman keltigen bolsa ve o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala düşügen Kur'an-ı Kerim'e ular ikrar kılgan bolsa kapırlarını dost, yaren, yardım tutmagan bolsa, işnayeti yaxşı olatdı. Bu ağır günge, bu kıyamet günüge Allah'ın azabıda mengu kıpkınmagan bolatdı. Lekin ularning köpünsü Allah'ın Resulünün taatidan çıkıp, muşu ağır günge layık oldu. لتجدن أيها الرسول أشد الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهود لعنادهم وجهودهم وغمطهم الحق والذين أشركوا مع الله غيره كعبدة الأوثان وغيرهم ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. Elbette ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlarınki sana tasdik qilgan ve sana iman etgan, sana erişkenlerge düşmanlık qilish jihatda eng qattiqroq eg'ir dushmanning Yahudi ekanligini shuni topsan. Yahudi demak musulmonlarga eng eg'irroq dushman. Ularning nayt sarkashligidan jihatdan, ularning buyuntovligidan jihatdan va ularning nayt juhud tuzkorligidan jihatdan va ularning haqir sanqanligidan jihatdan. Va shundaqla Yahudilar bilan bir sapda Allah'ın gayrini şirik keltirgan müşriklarni eng ashaddiy dushman topsan. Bu Allah'ın gayrini şirik keltirganlar kimde ular desa butparastlar o'xshash. But chuqundiq Allah. Avson asnam. Merkabatul avson edi. Asnam degan odam shakldagi yasalgan butla. Avson o mu but? O ama adam şekli olsun, hayvanat şekli olsun, o baş şekilde olsun. O mutlak. Aslan o mu but ama adam şeklindeki. Avsan bu mu but ama kandak şekilde olsun. Bu avsan. Butparastlar o'xshash va bularning boshqasi o'xshash. Bu xil mushriklarning o'zinimi eng Yahudilar bilan bir sapda nayti ahli musulmonlarga ashaddiy dushman ekanligini bayqaysan. Albatta u nimaninki ularninki albatta topsan ularninki musulmonlarga eng do'st yaqin jihatda topsan o insonlarninki eng yaqinrog'ini musulmonlarga shunaqa do'stlik jihatda eng yaqinrog'ini kimni topsan desa
الذين قالوا إننا نصارى. Biz Nasara deganlarning o'zini musulmonlarga do'st jihatda yaqinroq topsan. Bular Yahudiydan yaqin, mushriklardan yaqin. Demak, bularning xatiri musulmonlarga keladigan Yahud va mushriklarga qaraganda nisbatan oz demakchi deydi. Aşındaq buluş nima uchun? Shundaq turug'liqki, shu sabab bilanki, ularning uchinchi o'zining diniga, dinning nimasi va o'zining dinini obdan bilgan ulamolar va nayt farzgar mandaqcha aytganda, tarki dunyo mushdaqlar va o'ziniki ibodatxonalarda ibodat xumor mushdaq ishlar va u nimada o'zining shu injilninki prinsiplarga naiti mustahkam esildigan shu bo'yicha shu liniya bo'yicha managan mundaqlar va shu sababli ular musulmonlarga Yahud va mushriklarga nisbatan nisbiy yaqinroq. Va chuqum ular ham kamtar ular. Haqni qabul qilishdan bosh tortib qolmaydi, kavurlik qilmaydi. Ular bo'lsa ham Rasululloh alayhissalom Muhammad alayhissalomning risolatini qabul qilganlar va uni iymon etganlar masalan. Masalan Najashi shundoq bo'lgan Najashi masalan Masihiyda. ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الأمم يوم القيامة. Bu Nasaralı'nınki Müslümanlığa yakın, dostluk cihatte yakın ikenligini uqturgan nasi qatardan. Bu delil nima qartab oynalaysizsa, chuqum bu Nasaralardan bir türküm pişka kişiler, bir pariqlar, o osmo Habeşistan, hazırki Etiopiya, Etiyopya deb qo'yamdiq, arabcha bizning Uyg'urcha Etiopiya degan shu hamda. Habeş ömigi. Bular Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bilan bir o'mak bağı vaqtlarda masalan o islom tarixida ko'rgan obdan bo'ladi. Shu vaqtda nimani sura Maryamni Ja'far ibn Abi Talib o'qpaga yerwa. Bu Ja'far ibn Abi Talib hamrohligidagi binachilarga putqulga ishgan salab qo'y, abslon o'jitanglar kuchga emas. Sizlar bir batilni iddao qilyapsizlar. Buni putqulni bog'langlar deganda putqulga zanjir solgan chog'larda bularga qanday qilgan deganda Ja'far ibn Abi Talibga Najashi deydi, sizning senda bor o'jiting nima deganda sura Maryamni o'qigan chog'larda qanday qilgan fadat ayunuhum bularning ko'zlaricha yosh to'kib ketgan. Yosh to'kkan. Fadat ayunuhum dama. Nima uchun ular bu nimaninki Qur'oni Karimning Alloh taolo tarafidan tushirilgan haq kitob ekanligiga haqiqiy haqqul yaqindir. Yaqiniy tariqatcha jazm qilib ko'zidan yosh portlab chiqib ketgan. Allohga tasdiqlanlar. Allohning payg'ambariga ergashganlar bular. Allohga yalvardi bular. Nima deb? Allah ularni shu Muhammad alayhissalomning ummatlan billa hozir bo'lish sharafi bilan ikrom qilishga Alloh yalvarganlar bular. Boshqa ummatlarning ustida qiyomat kunida. Shu vajdan bular musulmonlarga boshqa yahud va mushriklarga nisbatan do'st va yoki do'st izhor yoki haqiqiy do'st bo'lishda bu ikki toifaga nisbatan bu nasoralar nisbiy yaqinroq deydi. Xo'sh,
Ayet kerimlerde bazı bir balağî tarafga ait vallah. Adave mevedde. Bunun da nimba tibak. Tibak var. Biz bu tibakın üzerine tibak var. O tibak işki bilgen bulup tibak al mucib o tibak selb deb. Tibak nim boludu selb bolsa ikisinin birisi musbat, yani birisi menfi oludu da adet nefi bilen. Ya emir ya nehin arasında mesela nimine ikisinin arasında tazat bir xil zıtlıkni izhar kılış için. Ya'lemune ve la ya'lemun degendek mesela. Ama o onun zıddı olan nime tibak el mucib. عداوة مودة diye oluşur. Tefidu mined dem'i. Bunun da böyle istiarı var da. Tefidu mined dem'i yani ay temteli'u mined dem'i. Ularının küzcü yaş tuş yaşlan tuş bir doğu değil. Bunun da çok temteli'den tefidunun üzerine istiarılın da tasrihiyye istar tasrihiyye tabi tarihinde. Hoş. Bugün dersimiz, konuşulan kipaylimiz, dersimizin devamı Allah halısı ayet oldu. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.